qizlar, ayolimiz bizaga keldilar. Ko'ryapmiz. To'ysiz ko'rib bo'ldim, oldida gapirgim kelmadi. 6-chi homiladorlik. 2ta bolasi tushgan. 7 yildan beri o'zim ko'raman. Eri urib tushirdi bittasini, yana nimadir bo'ldi. Uyda qizlari bor 4ta. Bu ayolimiz juda qiynalgan, tomirlarigacha kesgan, shu o'g'ildi deb, o'g'il tug'madim deb depressiyaga tushib qolgan. Har xil psixotrop dorilar ham ichdi. Men maslahat bermayman. O'rtoqlar, mana Allohim o'g'il ham berdi, lekin mana sog'liq yo'q o'sha. O'g'il ham berdi, hamma narsa berdi. Allohga oson, Allohga berish oson, farzand berish mana o'g'il bolacha ham berdi. Lekin o'sha endi sog'lig'i yo'q. Yosh qiz, chiroyli qiz ko'rsanglar, shunaqa chiroyli qiz, lekin sog'liq ketqizi bo'lgan. Bitta o'g'il yoki qizda deb o'zlaringiz jertva qilishlaring hayotda